Kanadaga qarshi bo'lib o'tgan o'rtoqlik o'yinida mag'lub bo'ldik. Hisob 2-0. Mezbonlar o'yin taqdirini ikkinchi taymda hal qilishdi. Albatta muxlislarimiz terma jamoamizdan kuchliroq o'yin kutishgani aniq. Sababi do'stlar, mundial oldidan baribir mana shunday nazorat o'rtoqlik o'yinlarida ham tasavvur, ya'ni taassurotlar paydo bo'la boshlaydi terma jamoamizning o'yini haqida. Lekin bu o'rtoqlik o'yini, nazorat o'yini yaxshi taraf shundaki do'stlar, buni alohida Fabio Cannavaro ham ta'kidlab o'tdi. Ya'ni biz debyut o'yinimizni Kolumbiyaga qarshi anchagina kuchli raqib, o'sha o'yingacha bu xatolarni qilganimiz yaxshi bo'ldi. Ya'ni bu o'yin bizga oyna bo'lib beradi. Biz esa mana shu xatolar ustida ishlaymiz. Ya'ni asosiy xatolar bu hujum va himoyadagi xatolar. O'zi umuman o'yin boshida Eldor Shomurodov hisobni ochishga juda ham yaqin keldi. Parashyut uslubida yo'llagan zarba noto'g'ri ketdi va hisob ochilmadi. Va ko'rdingizki, birinchi taymda to'p u jamoadan bu jamoaga o'tdi. Har ikki jamoada hujumlar bo'ldi. Statistikani ko'rishingiz mumkin. Lekin ikkinchi taymda Kanada qo'shdi, chunki baribir o'z uyida o'ynayapti. Mundial oldidan o'z muxlislari oldida qaysidir ma'noda o'sha debyut o'yiniga repetitsiya qilib oldi. Endi do'stlar, mundialda bilasiz, bunday xatolar kechirilmaydi. Terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro aytgandek, bu xatolar ustida albatta ishlanadi va biz Kolumbiyaga qarshi, o'zi Niderlandiyaga qarshi o'yinimiz ham bor. Ya'ni Kolumbiyaga qarshi o'yingacha mana shu o'yinda menimcha biz o'zgarishlarni ko'rsak kerak. Va albatta bugun 26 talik yakuniy qaydnomamiz e'lon qilinadi. Bu haqida albatta sizga ma'lumot berib boramiz. O'yinni ko'rgan bo'lsangiz, terma jamoamizdan sizda qolgan taassurotlar haqida yozib qoldiring. Albatta do'stlar, baribir o'rtoqlik o'yinida birinchi bo'lib hozir asosiy maydonda bo'lgan futbolchilar birinchidan jarohat olishni oldini olib o'ynashadi va murabbiydan olgan ko'rsatmalarni maydonda bajarishga harakat qiladi. Rasmiy o'yinimiz qanday kechishini esa do'stlar, biz baribir Niderlandiyaga qarshi bo'lib o'tadigan o'rtoqlik o'yinidan